Televizorda izleme için kanalımıza mutlak abone olun. Seni Media. Nimaga guvohlik keldingiz? Bugun nazokatni oldiga borib guvohlik berishim kerak edi. Tergovga chaqirishganda. Borsak nimamush, bugun charchadim. Kasalman, mazam yo'q. Xullas nima qilsa ham tergovga qatnashmasa bo'ldi. Matlubaxon, yoningizga bir iltimos bilan keldim. Jonim bilan opa. Men endi bosh shifokor bo'larman. Kasbimni o'zgartirishim ham shu yoshimda amrimahol. Shuning uchun shu yerda ishlasam degandim. Mayli opa. Lekin qaysi lavozimga sizni ishga olaman? Nega keldi ekan ha? Qamoqdan chiqib to'g'ri shu yerga kelganmi? Shunaqa bo'lsa kerak. Opa, o'tira olmadim. Vijdonim qiynaldi dedi-yu. Ana! Kibr havoga berilganda Xudoyim ham shunaqa ahvolga solib qo'yadi. Nega kelgan ekan? Menimcha shu hujjatlarni olib ketgani kelganlar. Ertadan ishga chiqadilar. Iya, tushunmadim. Kim bo'lib? Bosh shifokor bo'libmi? Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. To'xta. Shoshma. Kerim. Yur. Jahongir, Labi. xodimlarga maosh berdingmi? O'tir. Hamma xodimlar maoshini olishdi. Yaxshi. Menga qara. Muammolar yo'qmi tinchlikmish qilib? Yo'q, tinchlik. Seni bu yoqqa chaqirishimdan maqsad senga bitta maxsus topshiriq bor. Nima ekan? Eshitaman. Senga Manzurani surishtirib kel degan edim. Esingda bor a? Ha, esimda. Xo'sh, nima bo'ldi shu? Surishtirganman. Kenay yaqinda bolalarni oldidan kelibdilar. Xo'sh, keyinchi nima bo'pti? Uy nima bo'pti uy? Uyni o'zingiz Manzura Ortiqovning nomlariga o'tkazib beribsiz. Hujjatda bo'lsa hadya qilingan deb yozilgan. Keyin Kenay uyni sotib, boshqa yerdan kvartira qilgan. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bu nima degan gap bu? Men unga ishlama bermaganman. Qachon hadya qilgan ekanman? Adashmasam, bundan 3 oycha oldin. Mana shu yilmi? Ha, shu yil. Ya, aniq men hech narsa bermaganman. Bu nazokatli ishi bu. U meni aldab qo'l qo'ydirib olgan shekilli. Yanachi nimalargadir qo'l qo'ygan ekanman. Shularni yaxshilab aniqlashtirgin. Ha, bo'ladi. Ha, keyin Manzuraning uyi bor-ku. O'shani manzilni ham top kelgin. Nimaga? Ishing bo'lmasin. Bor. Xo'p. Tinchlikmi? Ha, suvga tushgan mushukdek hurpayib ketding. O'zim
shunday. Nima balo? Odam o'ldirib qo'ydingmi? Ranging ham ketib qopti. Xudo asrasin. Nimaga odam o'ldiraman? Nechi berishyapti o'zi? 168. Ha, unda qo'rqma. Men ham shu bilan qamalganman. Menga qara. Kimni tushirding o'zi? Erimmi? Qonuniymi yo shar'iymi? Qonuniy erim ustimdan yozib berdi. Ha, qo'yaver, xavotir olma, chiqib ketasan. Men birontasini o'maribsanmi debman. Xudoga shukr, o'g'ri emasman. Birovni haqqi menga kerak emas. Ha, birovni haqqini yemaganing uchun shu yerda o'tiribsanmi? Kutib qolmadingizmi? Yo'q, atigi 2 soat kutdim xolos. Ha, hech qisi yo'q. Men sizni 20 yil kutganman. 2 soat kutsangiz kutibsiz-da. Xo'p, tinchlikmi, nimaga chaqirtirding? Bugun qanaqa kunligini bilasizmi? To'yimiz bo'lgan kunimi? Yo'q. Bugun Ilyosning tug'ilgan kuni. Shunga bitta velosiped olamizmi deb sizni chaqirtirgandim. Esimdan chiqqanini qara. Shunga kechadan beri xursand ekanda-ya. Ha, shunga bizdan katta sovg'a kutyapti. Do'konlar yopilib qolmasdan borib, bitta velosiped olaylik. Ha, bo'pti, o'tir. Ketdik. O'zi qachon tergov tugarkan? Bilmayman. Ertaga ham davom etsa kerak. Meni ko'rgani keladiganlar ko'p emish. Oxiri ko'rinmayapti. Ishing chatoqga o'xshayapti-ku. Menimcha, bitta 168 bilan kirib keta olmaysan. Yana yoniga 169 A, B qo'shilsa kerak. Mendan xavotir olma. Advokatim yaxshi, o'zi hal qiladi. Bu yerni pasti balandini bilasan shekilli. Juda xotirjam o'tiribsan. Bilaman. Ha, odam bilib turib shu ishni qiladi. Tarki odat, amri mahol. O'rganib qolgan hunaring ekanda. Aslida erkaklarni o'zi menga osiladi. Bor budini beradi. Keyin orqamdan yig'lab militsiyaga shikoyat qilishadi. Adolat qani? Adolat yo'q. Ha, senga shunaqalar uchrasa kerak. Menga doim pishig'i uchragan. Aslida erkaklar men emas, men erkaklarni tanlayman. Oho, tanlarmish. Nima? Shunchalik ko'pmi deyman sho'rini quritganlaring? Unaqa ko'pmas-u, lekin bor. Ha, ko'rinib turibdi. Ustaz farang bo'lib ketibsan. Pinagingni ham buzmayapsan. Opa, o'ladigan dunyoda siqilib nima qilaman? Nima bo'lsa bo'ladi. Tavakkal. 1 yildami, 3 yildami baribir qo'lga olishardi. Ashaddiy jinoyatchilar turganda biz kimmiz, opa? Aslida o'ylab ko'rdim. Bizni qamashlari ham noto'g'ri. Mana masalan Amerikada mayda o'g'irlik qilgan odamlarni qamashmas ekan.
ogohlantirib qo'yib borishar ekan. Bizda ham 168 ni o'rniga shunaqa qonun ishlab chiqish kerak. Ola. Unaqada hamma yog'ini o'g'ri bosib ketadi-ku. Bu dunyoda hamma o'g'ri. Biz shunchaki aldab, lekin mehrimizni, vaqtimizni ketkizib olyapmiz-da. Ha. Boshqalar sekin-sekin bekitib hech kimga bildirmasdan olyapti. Ulardan nima farqimiz bor? Oyjon suyunchi bering. Nimaga suyunchi? Azik ayol opti. Zo'ru necha opti? 7 opti oyjon. Oyjon bu natijani uncha-buncha odam ola olmaydi. Uni keyin uchuvchilar universitetiga qabul qilishar ekan. Tabriklayman, bu seni mehnating. Oyjon Azik harakat qildi. Faqat men ozgina yordam berdim xolos. Oyi, Azik ertaga Moskvaga uchib ketar ekan. Xo'sh. Bugun meni mehmonga chaqiryapti. Borsam maylimi? Yo'q qizim, kech tushib qoladi. Oyjon, bora qoling, kech yo'qolmayman. Voqila kelaman. Mayli. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamısınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izləmək için kanalımıza abone olun. Yarım kechaya qolmasang ruxsat beraman. Rahmat oyjonim, siz yaxshi ko'raman. Bo'pti, kech qolmang. Xo'p, oyjon. O'zi menga qara. Nech pul omarding? Ayta olmayman. Voy, aytur, birovga aytarmidim? 500 ming. 500 ming? Shu mayda o'g'irlikmi? Mayda o'g'irlik. Unaqa odamlarga bu arzimagan pul. Yo, sen o'ta aqllisan. Yo, sen aqling joyida emas. Menga qara, kimsan o'zi? Nazokat Botirovnaman. Bo'ldimi Nosirboy? Bo'ldi mana boy. Bugungi Qani, osh qani? boshqacharoq bo'ldi-da. Boshqacha bu. Qani Qani? Qani? Boy, kechirim so'raydiganlar ro'yxatida yana kimlar bor? Hali ko'p. Noshating hali ko'p. Hop. To'g'risini aytsam, mana endi aqlingiz kirdi, boy. Nima? Oldin ahmoqmidim? Yo'q. Lekin qalbingiz hozir ancha yumshagan. Avvallari qahri qattiq edingiz. Qani, oling. Nosirboy. Meni odamlarni o'zi shunaqa qilib qo'yapti-da, nima qilay endi? Bo'lmagan gap. Odamlarda nima ayb? Ayb o'zimizda. Bu gapingiz ham to'g'ri. Avvallari boyman deb kibrli bo'lganman. Qo'lim hamma joyga yetadi deb o'ylardim. Ha. Siz-chi o'tirmaguncha qo'ymasdim. Xuddi shunday. Ha, bu Nazokatxon aqlingizga kiritib ketdi-da. Uni nomini boshqa bu uyda tilingizga olmang. Ha, endi berib qo'ygan hamma narsangizni qaytarib olasizmi? Albatta. Men unga berishim kerak. Undan ko'ra uysiz bir bechoraga beraman. Duo qilib qo'yadi. Barakalla. Mana boshqa gap. Qani, oshta oling. Oling. Oling, boshlang. Ey Xudoyim. Osh bo'lsin. Boshlang. Osh bo'lsin Nosirboy. Shu maza bo'libdi-ku. Yoqdimi? Oling. Hop. O'zi men sizga ko'p aytganman.
Ha, O'sha ayoli deb kuydirgizsan meni. bo'ldi dedim-ku. Bo'ldi. Qaragan chog'ingizda endi 70 ga kirgan odam yosh ayollar orqasidan yergashib. Oling. Shunda o'g'lingni ham, keliningni ham hammasini o'zing bilan olib kirib ketasanmi? Bilmadim, ko'ramiz. Ha, o'zing-ku yo'ldan adashibsan. Nimaga bolangni tortding? Bu safar qo'lga tushmayman deb o'ylagandim. Bitta maraz meni tutib berdi. Keling. Keldim. Kozim, Baqirmang. uydami? Ha, uydalar. Nima edi? Gaplashib olishim kerak. Ular hozir gaplasha olmaydilar. Bandlar. Kozim! Kozim aka! Baqirmang dedim. Bu siz uyingiz emas. Bu meni bolam uyi. Xohlagan ishimni qilaman. Kozim aka! Kozim! Nimaga bu yerga kelib xo'jayinlik qilyapsiz, a? Chiqing. Qani, chiqing. Tort qo'lingni. Kasaling yuqib qolmasin. Aslida sendek odamlardan jirkanish kerak. Ovozingni o'chir. Bekordan bekorga Azik seni uyingdan qochib ketmagan ekan. Bunaqa ona bilan yashab bo'lmaydi. Tinchlikmi? Nimaga kelding? Nimaga baqir-chaqir qilyapsan? Bu natija bilan aniq universitetga kirasiz. Siz bo'lmaganingizda men IELTS ololmasdim. Olardingiz. Siz hamma darslarni bittada o'zlashtirdingiz. O'zida o'qishga intilish bor edi. Hujjatlarni universitetga onlayn jo'natdim. Xo'sh, javobi keldimi? Keldi. Tabriklayman. Zarina, nima desam ekan? Haligi men qaytgunimcha kutasizmi? Mana bu xotinjiz o'zicha menga baqiryapti. Kim u? Menga baqiradigan. Pari, sen uyga kirib turgan? Nimaga kelding? O'g'lim chetga ketar ekan-u. Men bilmas ekanman. Uni nima qilyapsiz? Azimjon Moskva universitetida o'qishiga kirdi. Xursand bo'lmaysanmi? O'z kuchi bilan, bilimi bilan kirdi. Bilmi bilan? Kulgimni qistatmang. Undan ko'ra pul bilan olib kirib qo'ydim deng. Sen o'zi qanaqa onasan? Oxirgi marta o'g'lingdan qachon xabar olding? Bir yil oldinmi? Bir yildan beri Azimjon o'qidi,
Yomon odatlarini tashadi. Davolandi, shuni bilasanmi? Bilaman. Lekin men uni ketishiga qarshiman. Sendan birov so'rab o'tirmaydi. Azimjon 18 ga kirgan shaxs. O'zi qaror qabul qiladigan yoshda. O'qigisi kelsa o'qiyveradi. Nima siz bolamni boshiga yetmoqchimisiz? Nima shunaqasan a? Nimaga doim yomon narsalarni o'ylaysan? Ataylab ana xotinchingiz meni bolamni chiqishtirmasdan xorijga jo'natib yuboryaptimi? Uni nima aloqasi bor? Bilaman. Mana shu xotiningiz meni o'g'limga kun bermayapti. Otingizni oldiga olib borib tashladingiz, indamadim. Meni bolam cholni xizmatini qildi. Chidadim. Endi o'zga yurtlarga jo'natyapsizmi? O, sen nimalar deyapsan, ahmoq? Sen bilan men tarbiya qila olmagan bolani otam tarbiya qilib berdi-ku. Aka, oyim kech qolyaptilarmi? Ishlari chiqib qolgandir-da. Ha. Men tug'ilgan kunimligi eslaridan chiqib ketgandir. Xafa bo'lma. Ko'rib turibsan-ku. Oyim charchayaptilar. O'zimmi oyim tirik bo'lganlarida Ilyos o'g'lim deb yaxshi ko'rgan somsalarimni pishirib berardilar. Dadam qamalmaganlarida avtomat olib berardilar. Jinnimisan? Bular bizga yaxshi qarashyapti-ku. Nega xafa bo'lasan? Aka, tug'ilgan kunim 1 yilda bir marta bo'ladi. Shuni ham eslaridan chiqarishibdi. Bo'pti, xafa bo'lma. Tog'amlar ham eslashmadi-ku. Bizani hech kimga kerakimiz yo'q. Unaqa dema. Mattuboyim bilan Hasan amakim eshitib qolsa xafa bo'lishadi. U meni ham bolam. Hayotiga aralashishga haqqim bor. Zarifa, meni asabimga tegma, ket. O'zing bolangga qaramaganga yarasha uni tinch qo'y. Endi seni oilang bor. Endi senga bola kerak emas. Azimjonni men tuqqanman. Tuqqan boshqa, tarbiyalagan boshqa. Azik hech qayerga bormaydi. Agar unga bir nima bo'lsa, meni 2 qo'lim sizni yoqangizda bo'ladi. U o'qishga boradi. O'qiydi. Uni o'zim jo'nataman. Siz bolamni bag'rimdan yulib ketyapsiz. Ey, baraka topkur. O'zi ketyapti, uni orzulari bor. Yaxshi uchuvchi bo'lmoqchi. Yo'qvanda qanaqa uchuvchi chiqadi? Men boydan beri senga nima deyapman? U davolangan. U o'zgargan. Bo'ldi qiling. Agarda bolam ketsa, sizni kechirmayman. Kechirasanmi? Kechirmaysanmi? Menga farqi yo'q. O'g'lim o'qiydi. Gap tamom vassalom. Hali shunaqami? Shunaqa. Undan ko'ra qo'lingdan kelsa, o'g'lingni duo qil.
Ha? Nimaga bu ayol doim kelib do'q uradi-ya? Shallaqili qilib yengmoqchi bo'ladi-da. O'zi bolasiga qaramasa, biror marta xabar olmadi. Bolam nima yedi, nima ichdi deb so'ramadi. Yana kelib janjal qilishiga o'ylaymi? Gapirma. O'zimni ham asabim qo'zib ketyapti. Bu ayolga qanaqa qilib chidagansiz? Pari, avval unaqa emasdi. Tavba, tavba. Ona ham shunaqa bo'ladimi? Yana kelib menga tuhmat qilyapti. Men bittagina bolasini chiqishtirmasdan chet elga jo'natayotganmishman. Mayli, bo'ldi. E'tibor bermagin. It akilliydi, karvon o'tadi. Azimjon o'qiydi. Gap tamom, vassalom. To'g'ri qilasiz. O'qiting. Katta odam bo'lsin. Yetadi shuncha yil ahmoq ona bilan yashagani. Azimjonni o'zi qani? Qo'ng'iroq qilaylik. Nimaga kech qolyapti? Xavotir olmang. Meni ogohlantirgandi. Zarina bilan aylanmoqchi ekan. Shunaqami? Oxiri shu qizni kelin qilamiz-ku. Yaxshi-yu. Kelin qidirib, qiynalib yurmaymiz. Qudam o'zim bilan birga ishlaydi. Qani yurchi? Ke. Yur, men qara, uydamikin bular ish qilib, uxlab qolishmaganmikin ish qilib, qani sekin ochaverasan. Chiqib qolishmasin tag'in bo'la qol. Shamni oling. Sham? Ye, shamni sen olmadingmi? Siz olishingiz kerak edi-yu. Obbo, esdan chiqibdi-ku. Men gugurt oldim mana. Nimadir qiling, o'ylab toping. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamsınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izləmək için kanalımıza abone olun. Shams nima qilamiz axir? Bo'pti, gugurtni o'zidan yasaymiz. Mayli. Hozir. Mana bunday qilib. Mana. Hozir. Mana. Aha, bunisini ham mana bunday qilib qo'yamiz. Chaqira qol, chaqirgandan keyin yoqamiz. İlyas, İzzat. Qalasizlar? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Tabriklaymiz seni. Qani? Pufla. Qani? Puflagin. Qani? O, tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Barakallah. Ilohim umring uzoq bo'lsin, Ilyos. Tabriklayman. Rahmat. Katta yigit bo'lgin. Katta yigit bo'lgin. O'zi orzu qilgandek katta biznesmen bo'lgan. Ha. Menga qara. Bu hali hammasi emas. Qani men hozir matoba? Hop, hozir. Hozir. Qani? Hozir. Qani. Kela qol. Qani. Ko'zingni yumamiz. Shoshma, faqat mo'ralamagin. Hop. Happy birthday. Ko'zingni yum. Oyi, qorong'uda nima qilyapsiz? Oying bilan shunaqa ko'rishasanmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Seni kutib turibman. Menga qara. Kimdan so'rab Moskvaga ketyapsan? Kimdan so'rashim kerak? Nima sen onang o'lganmi? O'z boshimchalik qilasan? Shunaqa desa ham bo'ladi. Chunki siz meni tashlab erga tegib ketgansiz. O'chir ovozingni. Seni men tuqqanman. Tug'maganimda bu dunyoga kelmasdan o'lib ketgan bo'larding. Tug'maydi. Men sizga tug'ing dedimmi? Seni anu xotin aynitdimi? Ketgan dedimi? O'zini ikkita itvachchasini otangga boqtirib bitta o'g'lini ketkazib yuboryaptimi? Voy, nimalar deyapsiz? Bular yaxshilar. Yonanoma. O'sha xotin otangni miyasini qoqqan. Iloyim bolasini rohatini ko'rmasin. Voy, qarg'am, Pari opam yaxshilar deyapman.
Menga shirin-shirin ovqatlar qilib berardilar. Kiyimni yuvib dazmollab berardilar. Ular sizlardan menga yaxshiroq qolinglar. Hammang uni yonini olasanlar. Menga qara o bola. Hech qayerga ketmaysan. Ketaman. Onangni norozi qilib ketasanmi? Hali yiqilib qaytib kelasan-ku. O'shanda sen bilan gaplashaman. Qani Ilyos ko'zingni yum. 1, 2, 3. Mana! Syurpriz! Yoqdimi? O'zim orzu qilgandek ekan. Shunaqa ekanmi? Zo'rini olishdi. Ha. Oyjon, Hasan amaga kattakon rahmat. Arzimaydi. Maylimni uchib ko'rsam? Bemalol albatta. Faqat ehtiyot bo'ling, xo'p? Qani? Hozir men ushlab turaman. Qani? 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 Ehtiyot bo'l. Qani? Faqat ehtiyot bo'lib uchgin, xo'p? Xo'p. Qani? Xursandligini qara. Hamma onasini maqtaydi, onam deydi. Lekin men ona deya olmayman. Chunki meni onam Gapir. Ichingda qolib ketmasin. meni onam duo qilmaydi. Doim qarg'iydi. Mendan faqat foydalanadi. Meni onam dunyodagi eng yomoni. Men yomon bo'lsam, yaxshisini topib ol. Hali burqa yalinib kelasan. O'shanda ko'raman ahvolingni. Oyi. Hali men shu hamma aytgan gapingizga afsuslanasiz. Afsuslanasiz hali. Bolani miyasini zaharlab bo'lishgan. Marrazlari. Shoshmay turishsin. Men ularni tinch qo'ymayman. Dadasi. Bularni xursandligini qarang. Ha. Mana shu quvonch uchun jonimni ham berishga tayyorman. Bolalarning kulgusi uyimizdan eshitilyapti. Bizning uyimiz ham jannatga aylandi onasi. Shular uchun ertayu kech ishlashga tayyorman. Yo'q, unaqa dema. Axir bu bolalarga e'tibor kerak, vaqt kerak, ona kerak. To'g'ri. Ha. Ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'l, Izzat. Ilyos, ehtiyot bo'linglar. Yaxshi borib keldingmi? Yaxshimisan? Nima bo'ldi? Nega xafasan? Hech narsa. Ovqat tayyorlab qo'yganman. Yeyman, ishtaham yo'q. Oyingni ko'rdingmi? Bu yerga ham kelib ketdilarmi? Kelib janjalam qilib ketdi. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamısınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izləmək için kanalımıza abone olun. Nima meni onam shunaqa? Hammaning onasi yaxshi-yu. Bo'ldi bolam, xafa bo'lma. U ham ona. Sendan xavotir olganda. Xavotir olyapti. Hech ham bu odam meni hech qachon o'ylamagan. Esiga ham kelmayman. Siz bilan dadamni uchun olyapti. Unaqa dema. Nima bo'lganda ham u seni onang. Shu qilganlariga ham hali universitetga kelib hali zo'r bo'lib ketaman.
Shunaqa qil bolam. Mayli. Ovqatlanib ol bolajonim. Xo'p, men ovqat tayyorlab turaman. Orqamdan chiq. Xo'pmi? Ilyos, meni gapimni eshit. Ha, zo'r Velosiped ekan. yoqdimi? Yoqdimi? Ha. Bo'ladimi? Kayfiyating Ha, ko'tarildi. zo'r ekan. Ha, zo'r ekan. Yaxshi ekanmi? Ha, ha. Ha, yaxshi. Ha. Ana, matluboyim ham chiqdi. Endi tortni kesamiz Ha. va yeymiz. Shunaqami? Qani? Mana buni bu Boshladik. yerga qo'yamiz. Qani? Vo. Ilyosga katta bo'lagini Ha, beramiz. chunki buni tug'ilgan kuni bugun. Menga ham. Mayli, ana, senga Senga ham kattasi bo'la katta qolsin. bo'lagi. Hasan amakangga kichkina. Ha, mayli. Kechasi kamroq ishlari Ha, kerak. men shirinlikni uncha yoqtirmayman-ku o'zi. Bilasan, u matluba. Bu tortlarni yeb olib, ertaga basseynga borasizlar. Basseynga? Suzishni o'rganasan, ha? Basseynga. Yo'q. Bunisi Ilyosga. Ilyosga. Menga ham. Mana, bu senga. Albatta, akasi ham shirinlik yeydi-da. Hasan amakimizga kichkinarog'i. Ha, mayli. Bo'ladi. Qani, olinglar. Yoqimli ishtaha. Ertaga meni bolalarim qayerga borishar ekan? Basseynga? O? Suzishni bilasanmi o'zi? Yo'q. Hasan amakisini o'zlari olib borib keladilar. Ha, mayli, olib borib kelaman. Suzishni o'zim o'rgataman. Ilyos, faqat chapillatmasdan suzgin, xo'p? Ha. Sen esa Izzat, ukangga hushyor bo'lgin. Xo'p, bo'ladi. Oyi, xavotirlanmang, biz yaxshi bola bo'lamiz. Aqllilarim Qani o'zimmi? shirinlikdan olinglar-chi. Olinglar. Amakingni o'zlari tanlaganlar. Zo'r ekan. Ertaga suzishdan chiqib ingliz tiliga boramiz, ha? Esinglardami o'zi? Esimizda. Juda ham yaxshi. Darslaringlarni bitta qaytarib olish esinglardan chiqmasin, xo'p? Xo'p. Qalay, shirin ekanmi? Zo'r ekan. Nosirboy. Hey. Ha? Joy yasansan joyida-yu. Ha, tinchlikmi? Jon kirib qopti-yu. Ishlamasam bo'lmaydi. Ha? O'lib qolaman. Siqilib ketdim bu uyda. Hey, boy, yurgan daryo, o'tirgan bo'yra deyshadi. Siz bilan biz yoshimizda o'tirib qolib bo'lmaydi. Toppa to'g'ri. Keyinchalik oyoqlar ham yurmay qoladi. Keyin ketdik. O'zga borib kelmasam, bo'lmaydi, o'tirolmayapman. Pul topish kerak, pul. Kecha o'lalmay yotuvdingiz. Bugun pul topaman deyapsiz. Meni talagimmi? Pul bilan ko'targan, pul bilan. Bu kuniga qatlandirib bir daromad kelmasa, ba'zim oshib qoladi. Baribir erkak kishini topgani yaxshi-da. Pul topsangiz toping boy. Lekin boshqa xotin topmang. Bo'ldi. Tavba qildim. Endi boshqa hech kimga uylanmayman. Endi o'ziga keldingiz boy. Hop. Siz mashinada kutib turing, hozir men kiyinib chiqaman. Oxir jangdan keyin shu hali ham o'zim kiyanim yo'qman-da. Nokautman deng. Ochiqni aytaymi? Tan olaman. Nokautman. Bo'ldimi? Xursandmisiz? Bo'ldi. Bo'la qoling tez. Hop, hozir chiqaman. Hop. Xo'sh, nima bo'ldi? Biroz kuchimizni aytishdi.
ish qilib bizni bugun nazokatxon qabul qilsinlar. Qiziq, bu safar nima bahona toparkanlar? Endi o'qitilib keta olmaydi. Nazokatni shu yerda ko'rish meni eng katta orzularimdan biri. Orzularingiz tomon xush kelibsiz aka. Xushvaqt bo'ling. Bu yerda bilasizmi qanaqa joy? Ha, bilaman. Haddidan oshganlarni o'ziga keltirib qo'yadigan joy. Opa ham rosa quturdilarda. Shunaqa. Odamzod o'z boshiga o'zi yetadi. Uni nafsi o'zini boshiga yetdi. Agar oilaviy qamalsa, qiynalib qolsa kerak. Kelinini qamashmasa kerak. U ma'muriy javobgarlik bilan qutulib qoladi. Bo'lishi mumkin. Har bir odam o'z aybi uchun qamaladi. O'sha dovdir kelini yordam bermaganda, biz buni qo'lga ola olmasdik. O'zi ham qaynonasi हमको कुछ होगा ही, क्या हो सकता है बताओ। बक 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 तुम करो ना, बक 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 बक। कोई बात नहीं, हम लोग दोनों का लड़ाई करेंगे, दोनों का लड़ाई करेंगे। दोनों लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, इसके बाद फिर शांत। यस, क्या बनाएगी अभी? क्या बनाने वाली है? क्या बनाएगी? चार्जर तोड़ रहे हैं, देखना टूट रहा है कि नहीं। कुछ रीजन नहीं है। कल कौन सा दिन है? कल कौन सा दिन है? डे 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 रुक जा, देखते हैं हम। बृहस्पति शुक्रवार है ना? ओके, कल टाइम है, कल कटा लेंगे हम सुबह जाके। बाल सब कटाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा। बृहस्पतिवार, सैटरडे, मंगल, ये 3 दिन हम नहीं करते ना। मेरा हाथ तो, बाजू तो कितना मोटा है, हमको तो पता ही नहीं था। हम अब हमको लग रहा तुम्हारा पैर और मेरा हाथ। खेवड़ी तो कुछ नहीं, मतलब जोड़ी बता रही। हम पतले होंगे, आज तो पूरा दौड़े थे, सुनी ला रहा हूँ। वही तो है, हमको भी पता है। क्या मेरा पहले शरीर गोरा था? पहली शरीर मेरा अभी भी गोरा है, पता है। गोरे हैं, लेकिन क्या बोलता है, हाथ खाली देख रहे हैं मेरा काला है, यानी कि
ना तुम भी मेरे से गोरी है थोड़ी, तुम मेरे से गोरी है थोड़ी। कोई बात नहीं, हम लोग पंजा लड़ेंगे। पंजा लड़ेंगे, कौन जीतता है देखेंगे। तो ये हाँ, दोनों पंजा लड़ेंगे। हाँ बोले दोनों पंजा लड़ेंगे। काहे? हे भगवान, देखो औरत जात ऐसे ही होता है पगली, इसको चुगलखोर, इसको चुगलखोर, उसको चुगलखोर, 10 जन को नहीं वो। हाँ होता है वो। नहीं, काहे भागेगी? हम भी कभी सलाह नहीं देंगे तुमको, कोई ऐसा काम करो। प्यार अलग चीज होता है। हमको आकाश बोल रहा था चलिए रसिकपुर। आकाश बोल रहा था कि रसिकपुर चलिए, बोलो भाई हम ले जाएंगे। ये तुम लोग का लड़की का ग्रुप हो जाएगा। क्या करती है बाबा, क्या करती है?
शांत हो गए क्या पता है, हम सोच रहे हैं ना कि किसी तरह से ना हमको मिल जाता ना ये तो एडवोकेट से ना किसी तरह से दिमाग लगाना होगा। पता चल जाएगा ना, बहुत बड़ा कांड हो जाएगा साला। पूरा जामकंदर मतलब मेरा गांव में जो है ना, मेरा पूरा नाम है पगली, पता है पूरा नाम है कि उसका बेटा ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। एक पल में बिगड़ जाएगा, जानती है ये बात तो तुरंत छिड़ जाएगा। खास करके ये सब क्या बोलता है पता है मेरा गांव का, बोलता है क्या, एक टाइम था जो बाप का नाम से बेटा को जानते थे, आज बेटा के नाम से बाप को जानते हैं। मतलब बोला सब कुछ ले लिया, सब कुछ बना लिया, घर बना लिया, ये कर लिया। होता है ना पगली, कोई कोई बहुत ऐसा इंसान जो एजुकेटेड वाला होता है ना, उनको मोटिवेट मिलता है, और कोई कोई ऐसा इंसान होता है जो होता है ना जलता है। अब देखते हैं कोई दिमाग लगा के। एडवोकेट को बोल के कि कोर्ट से अगर कोई सेटिंग टेटिंग अगर आपका है तो हम पैसा तैसा दे के ना आप हमको ई कर लीजिए। क्या बोलता है, बोल गया। और यहाँ मतलब होता है ना बेल लेने के लिए बोलेंगे, देखते हैं। कोई दिमाग लगाना होगा हमको। ये तो साला जितना नाम कमा के रखे हैं ना सब बेइज्जती हो जाएगा। एक टाइम था पता है, जो जो इंसान मतलब कि हमको वैल्यू नहीं देता था जिस टाइम हम मतलब गांव में रहते थे, और वो इंसान को पता है मेरे से बात करने के लिए टाइम हम सेलेक्ट करते हैं कि इस टाइम में आइए, और वो सिर्फ इंसान ये सब जान जाएगा तो बड़ी खराब लगेगा। कल से दिमाग में मेरा नींद नहीं आ रहा, पता है तुमको क्या बोले। हमको डर लगता है, वो लड़की औरत को पता है मतलब भरोसा नहीं होता है, साला बुलाएंगे अजीब टाइप का करती है, क्या बोले। मेरा मामा को बुला के लेके जाएंगे, सही है। मेरा मामा को बताने में थोड़ा खराब लगेगा लेकिन ना, बोलेंगे उसको कि ऐसा ऐसा मैटर है, देखिए तो सारी चीज बता देंगे हम खुल के। मेरा मामा से ही पूछवाएंगे रूप। वो अजीब टाइप का करती है पगली, मत बोलो। तुमको वीडियो कॉल करके उस दिन दिखा देते ना, तुम भी बेहोश हो जाती है। साढ़े 8 बज गया। क्या बोले, कुछ नहीं हुआ। चल ठीक है पगले, अब बना लो तो, तुम खाना वाना बना लो, हम वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाएंगे। 8 बज गया, 8:30 बजे चला है। कितना टाइम हुआ, 8:13 टाइम है, 13 मिनट।
भी तो बच्ची है। हाँ दिल्ली, जब देखो ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल। तेरे सामने कौन है? तेरे बता तो। अनीता है क्या? तुम्हारे सामने कौन है? अनीता। उससे मेरा जोड़ी बनता है। अच्छा, उसको बोलते हैं अभी, इसको समझाओ तो। कहाँ जाएगी? हाँ वीडियो बनाएंगे पगली। सुनील तो है नहीं। हाँ सुनील तो है नहीं तो उसी को बोलते हैं यार। देखो। हाँ ठीक है, रखो केबली। हाँ रखो। हम अपने कॉल करेंगे। स्विच ऑफ? अरे काहे दिल दुखा रही है? दिल बड़ा छेद हो जाएगा तो बस। क्या पागल के? हम कुछ किए भी नहीं है। अब मन भर गया? ऐसे भी होता है क्या? हेलो, अरे ऐसे भी होता है क्या? अरे भाई साहब, ये तो हमको पहली बार पता चल रहा है। तो सच बताओ, तुम कर क्या रही है? बताओ। तुम्हारा खा नहीं रहे, क्या कर रही है ये बताओ पहले। नहीं, कुछ कर रही है। जब हम डाउट किए 100% श्योर है कुछ ना कुछ काम कर रही है, या तो कुछ कर रही है। क्या कर रही थी? स्टोरेज ही भगवान। चल ठीक है, ओके बेबी बाय। ठीक है, रखते हैं, बना लेते हैं वीडियो। पक्का 8:30 बजे काटेंगे। हाँ तो 8:30 बजे काटेंगे, बोल तो रहे हैं। अब बोलो, क्या बोल रही थी? मन भर गया? हाँ हेलो, कोई बात नहीं है, रोला ठीक है, रोला कोई बात नहीं है। बना लेंगे 4-5 जगह फटाफट बस। कल तो काम नहीं करेंगे। कल तो बोले काम नहीं करेंगे। कल काम नहीं करेंगे। छबड़ी क्या 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 कर रही है? 8:30 बजे कटेंगे। आओ बेटा। ऑडियो ऑडियो। अभी नहीं काट रहे, पकड़ जाएंगे। काहे रहते हैं? हम सोचे कुछ कर रही है इसीलिए। पक्का 8:30 बजे कटेंगे। 8:30 बजे। 8:30 बजे हमको सुसु का लगता है क्या ना? ও তুই বিরিয়ানিটা খেয়ে কোথায় রেখেছিলিস? বিরিয়ানি কোথায় রেখেছিস? কাল খেয়ে ডস্টবিনে রেখেছিলিস? পরশু বিরিয়ানি কালে না, আমি বহুত পরে এনেছিলি। পরশু এনেছিলিস। জমা কোথায় আছে তোর? বিরিয়ানি কাল ডস্টবিনে ভরে দিই। হ্যাঁ, বাই করে সব খেয়ে নিচ্ছে। ओठो ही करके ना, वो किचन वाला लॉक करके रखो तो।
क्या बड़ी क्या बड़ी कोई बात नहीं, कल थप्पड़ दे देना। नहीं पहले गलत सोच रही है तुम, ये सब गलत सोच रही है मेरे बारे में, खास करके ये सब मत सोचना, गलत सोच रही है। सब मेरे बारे में जानते हैं, फिर भी बोलते हैं। हाँ तो 10-15 मिनट आगे पीछे है, नहीं काटेंगे, पूरा होगा तब काटेंगे। क्यों है बोले हमको? अरे भैया आगे बना लो, नहला देंगे, सब कुछ कर देंगे। नहीं नहला देंगे, सब सर दबा देंगे, सब कुछ कर देंगे। तुम पहले बना लो। बना। अच्छा ठीक है, सॉरी नहीं बोलेंगे। क्या आईटी का मतलब? आईटी नहीं, आई हेट यू। अच्छा ठीक है, समझ गए, कुछ नहीं। आई हेट यू, ओ भाई साहब, कोई बात नहीं है, अरे कोई बात नहीं है। उल्टा खोपड़ी, वो ये उल्टा खोपड़ी। कुछ जुगाड़ लगाएंगे, टेंशन मत लो, कोई दिमाग लगाएंगे। थाना सही सेटिंग करे होंगे हमको लगा। मुंशी, मुंशी, हाँ मुंशी बोलता उसको। नहीं हम तो सोच रहे हैं कि वेल करेंगे किसी भी हाल से, वेल अगर होता तो बता रहे। हाईकोर्ट ढूंढना होगा, हाईकोर्ट ढूंढना होगा बोल रहे हैं। हम कुछ ना कुछ तो दिमाग लगा लेंगे। मेरे को हमसे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले थाना प्रभारी से मिलना है, नोटिस लेके उसको सेटिंग करके कोर्ट जाना है। कोर्ट जाने के बाद एडवोकेट पकड़ करके उसको बोलेंगे कि कुछ उपाय है, वो बोलेगा हाँ है, अगर है तो फिर हम रांची से हाईकोर्ट से करा लेंगे। तो हाईकोर्ट हम गए हैं ना, हमको पता है सब चीज़। मेरा नाना जी जब जेल में था ना, उसको तो वो मतलब कि नाजिर बाबू था, ठीक है। तो एसडीओ वीडियो कौन था, बहुत कोई सब मिल के ये लोग बोल रहा है कि पैसा खाया था। उसमें मेरा नाना जी भी फंस गया था, तो भी जेल था ना। तो हम बेल, दुमका से बेल नहीं हो रहा था, 7-8 महीना था जेल में, तो दुमका से बेल नहीं हो रहा था। तो हम मामा को लेके गए थे, हम ही खुद रांची लेके गए थे, हाईकोर्ट से कराए थे। अगर मान लो हो जाएगा तो हम चल जाएंगे, क्या दिक्कत है। 6 घंटा तो लगता ही जाने में। नहीं कार से जाएंगे, ट्रेन से तो हो जाएगा, लेकिन कार से जाएंगे हम। तब तो हो जाएगा, दिमाग लगाने से होता, देखते हैं। इसमें क्या होगा, बदनाम भी बच जाएंगे, पूरा काम भी हो जाएगा। क्या दूसरे के बारे में?
हम किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। काम था किसी के लिए अच्छा करेंगे। आज जल्दी सोने का प्रयास करेंगे। 11 बजे जल्दी सोने का प्रयास करेंगे। 11 बजे तक एकदम काम खत्म कर देंगे। है ना? हाँ, दिमाग लगा रहे थोड़ा। दिमाग इसमें तुम भी खुश रहेगी, तुमको भी टेंशन नहीं होगा। हम्म, नहीं कुछ तो कोई दिमाग लगाते हैं। चलो हमने काम कर लेते हैं। पता बेबी, कोई ना, मैं तुमको भी छोड़ेंगे, मैं तुमको दुख दूंगा, मैं तुमको लाएंगे और कुछ करेंगे। दिमाग अगर हो जाता है मेरा दिमाग प्लानिंग, मतलब जो, तो फिलहाल दोस्तों अभी जो है 27 मिनट का वीडियो मेरा बन चुका है, लेकिन अभी फिलहाल और 4-5 वीडियो बनाना है। ठीक है, तो कपड़ा भी हम चेंज कर लेंगे। पूरे हैं। चलो ठीक है।
आपको तो उसी टाइम बोल दिए थे कि 30 मिनट का वीडियो अपलोड कर दीजिएगा प्राइवेट करके। तो कोई ना, हम ऊपर का 20 मिनट जो है वो 20-20 करके 40 दो वीडियो अपलोड मतलब ले लिए हैं और वही अपलोड मार रहे हैं, क्योंकि हम उस टाइम एक्सपोर्ट कर चुके थे। और आप अभी टाइम देखिए 10 बज रहा, 10 बजे आप बता रहे हैं, आप अपलोड कर रहे हैं। और पेमेंट आप कितना बजे किए थे? करीबन आप खुद सोचिए कि करीबन 3:30 बजे के आसपास। तो आपको तो हम सारा चीज़ बता दिए थे ना। चलो घूमने घूमने चलो चलो मेरा बच्ची। ज्यादा स्ट्रीम भाई। अरे तू किसी को प्रमोट मारा, हमको सब पता है यार, कितना चैनल अभी तक मारा ये भी पता है, छोड़ ना। मुझे पता था ना कितना चैनल पे हो गया मारा हुआ? एक चैनल हमारा पीछे तो मारूंगा। एक चैनल नहीं यार, 3 चैनल अभी तक अपलोड मार दिया है। भाई बियर पी हुई है, लेकिन बियर मत कर भाई, डोंट माइंड मिस्टर बियर। अरे मोहित को भेजा था क्या? क्या सेल नहीं हुआ ना? नहीं भाई, पढ़े थे 30 किलो पढ़े कर दूंगा भाई, मैं तो कर दूंगा, मैं पढ़े 5 नहीं नहीं नहीं, तू सो के उठेगा क्या मुझे बता। पता नहीं मेरा, मैं कभी बोल वही तो दिक्कत है, हमको 10 बजे चाहिए ना। 10 बजे चाहिए। हाँ करता हूँ 10 बजे हमको कोर्ट में चाहिए यार। सर मैं आ रहा था यार, मैं कल घूमने रवाना क्या 10 दिन घूमने आराम से मारते भाई, अच्छी गड्डी चलते हैं, बहुत पैसा कमा के देंगे, कुछ साथ साथ जो लोग हैं गड्डी गड्डी चल तो मैं साथ साथ कल तो हमको वीडियो कॉल करना, ठीक है? 9-10 बजे देखना हम कहाँ रहेंगे। आए देख ले, देख अरे अरे वही होटल जा रहा है। चल कोशिश करना 10 बजे तक देखना है, अगर होता है तो 10 बजे तक अगर होता है तो देख लेना। कर दूंगा भाई, कोई टेंशन ना ले, पेमेंट कर देगी, मैं 1 रुपये नहीं खाऊंगा भाई। अरे लोड़े खाने का बात नहीं है, जिंदगी का लोड़े लगा हुआ है तो खाली खाने खाने का बात करना। कर दूंगा भाई,
यार 8 से दे देते ना मैं 10 चैनल प्ले मारो 3 चलता है यार रात में काम आ जाता है यार तो 2 मिनट में अपलोड करके फिर फ्री हो पड़ जाता हूँ ठीक ওইটা সেটিং হয়ে যাবে তুই সেটিং করলে अरे नीचे चला बहुत